Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi 24-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda viloyatning shahar va tumanlarda qo'shimcha zaxira hamda imkoniyatlarni safarbar etish bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritalarini tasdiqlash masalasi muhokama qilindi. Sessiyani xalq deputatlari viloyat kengashi raisi Solijon Mo'minov olib bordi. Deputatlar dastlab sessiya kotibi, kun tartibi va reglamentini tasdiqladilar. Shundan so'ng O'zbekiston davlat madhiyasi yangradi. Sessiyada Namangan viloyatining shahar va tumanlarida qo'shimcha zaxira hamda imkoniyatlarni safarbar etish bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritalarini tasdiqlash masalasi ko'rib chiqildi. Dastlab viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazoqovning axboroti eshitildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy siyosat bo'yicha maslahatchisi Obid Hakimov so'zga chiqib, Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g'oya va tashabbuslarning mazmun mohiyati va ahamiyatiga e'tiborni qaratdi. Namangan shahri va tumanlar hokimlari, aql markazi ilmiy mutaxassislari hamda sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilari hamkorligida tuzilgan yo'l xaritalari taqdimotini o'tkazdilar. Ayniqsa Namangan shahri, Namangan, Kosonsoy, Mingbuloq, Uychi, Pop tumanlarida 2026-2029 yillarda amalga oshirilishi mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlar, xususan iqtisodiyotning o'sish driverlari, sohalar kesimida olib boriladigan ishlar va uning o'ziga xos samaralari haqida keng ma'lumotlar berildi. Taqdimotimizda bir qancha qo'shimcha takliflar deputatlarimiz tomonidan, viloyat hokimimiz tomonidan va administratsiya xodimlari tomonidan qo'shimcha bir qancha takliflar berildi. Hamda shu takliflarga qo'shgan holda yangi takliflarni ishlab chiqarib, tumanning yangi uch nuqtalarini sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar bilan hamkorlikda tumanning yangi uch nuqtalarini aniqlagan holatda iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida, ya'ni iqtisodiyotni ilmiy asoslangan holatda rivojlantirishga urg'u qaratamiz. Ma'lumki, shu yilning 23-iyun kuni Namangan viloyatiga tashrif yakunlari bo'yicha Prezident Shavkat Mirziyoyev hududning vaziyatlar markazida yig'ilish o'tkazib, viloyatning iqtisodiy va infratuzilmaviy rivojlanishiga oid masalalarni muhokama qilgan edi. Unda asosiy e'tibor raqamli boshqaruv, sanoat, tadbirkorlik, bandlik, infratuzilma, eksport va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilib, viloyatning o'sishi, iqtisodiy tarkibi va keyingi rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Bu borada Prezidentimiz iqtisodiyotni rivojlantirishda faqatgina an'anaviy usullar bilan cheklanmasdan, ilm-fan yutuqlariga, innovatsiyalarga va ilmiy asoslangan yondashuvlarga tayanish lozimligini alohida uqtirdi. Tashrif yakunlari bo'yicha viloyatda yangi tashabbuslar va g'oyalarni shakllantirish va amaliyotga joriy qilish boshlandi. Viloyatda aql markazi faoliyatini tashkil etish maqsadida viloyat hokimligida shtab faoliyati yo'lga qo'yilib, barcha zarur sharoitlar yaratib berildi. Viloyatda iqtisodiyotning 12 ta tarmog'iga 14 ta aql markazi, 37 ta sohaviy ilmiy institut va oliy ta'lim muassasasi biriktirilgan. Aql markazining ilmiy mutaxassislar tomonidan qisqa vaqt ichida tahlillar o'tkazildi. Uning natijalari hududda barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlari saqlanayotgani, investitsiyaviy va tadbirkorlik faolligi kengayib borayotgani, shuningdek eksport salohiyati mustahkamlanayotganini ko'rsatdi. Keyingi bosqichda viloyat uchun o'sish sifati muhim ahamiyat kasb etadi. Bu avvalo mehnat unumdorligini oshirish, qayta ishlashni rivojlantirish, eksport geografiyasini kengaytirish va tumanlar rivojlanishini yanada muvozanatlashtirish bilan bog'liq. Va bu aql markazlari mana 3 hafta davomida ishchi guruh bilan Namangandagi e'tibordan chetda qolgan imkoniyat va zaxiralarni aniqlash, Namanganda sifatli iqtisodiy o'sish va o'sha aytilganidek karrasiga iqtisodiy o'sishni oshirish imkoniyatlarini baholadi. Bu bo'yicha mana barcha Namangan hududi bo'yicha 126 ta tashabbus va takliflar ishlab chiqildiki, mazkur takliflarni mana aniq hisob-kitoblar, chuqur ilmiy tahlil asosida, demak bugun buni muhokamasi bo'lyapti. Mazkur takliflarni ishlab chiqishda mahalliy hokimliklar bilan birga barcha aql markazlari mazkur takliflarni ishlab chiqdi va bular ishlab chiqilgan takliflar bevosita respublika darajasidagi vazirlik va idoralar bilan kelishildi. Har birini hisob-kitobi, moliyaviy manbasi, imkoniyatlari baholangandan keyin 126 ta takliflar mana bugun xalq deputatlari viloyat kengashining sessiyasida ko'rib chiqilyapti, muhokama qilinyapti, uni monitoringga olish bo'yicha aniq vazifalar belgilanyapti. Sessiya kun tartibidagi masala yuzasidan deputatlar o'z mulohaza va qo'shimcha takliflarini ham bildirdilar. Namangan shahri va barcha tumanlar hokimlari tomonidan taklif etilgan taqdimotlar endi ilmga yo'naltirilgan, innovatsion asosida yuksaltirish masalalari yaqqol namoyon bo'ldi. Shunisi ahamiyatliki, Prezidentimizning Namangan viloyatiga tashriflari sabab Prezidentimiz tomonidan bildirilgan fikr va takliflar asosida iqtisodiy o'sish dinamikasini ilmga
innovatsiyalarga bog'langan holda olib borish biz uchun mohiyatan ham, mazmunan ham viloyatni yangi bir bosqichga, yangi Namangan qiyofasini o'zida mujassam etganligi bilan ahamiyatlidir. Sessiyada deputatlar Prezidentimizning viloyatga tashriflari, Namanganda o'tkazilgan yig'ilishda belgilangan ustuvor vazifalar, iqtisodiyotni yanada rivojlantirishning ilm-fan va innovatsiyalarga asoslangan o'ziga xos yangi tizimning ahamiyati haqida gapirdilar. Bu sa'y-harakatlarning zamirida inson qadrini ulug'lash, aholi farovonligini oshirish va har tomonlama rivojlangan davlat qurish yo'lidagi muhim tashabbus ekanini alohida ta'kidladilar. Deputatlar ko'rilgan masala yuzasidan qabul qilingan qarorni tasdiqladilar. Shuning bilan xalq deputatlari Namangan viloyati kengashining 24-sessiyasi o'z ishini yakunladi.